Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana toza hudud bo'yicha haqiqat yo'llari kanalda murojaat qoldirilgan. Toza hudud texnikalari xizmat ko'rsatmasligi, chiqimdan olmasligi to'g'risida. Mana shu yuzasidan o'rganish ishlari Burjoq mahallasiga kelindi, olib borildi. Mana o'rganish jarayonida mana yuqorida ko'rsatib o'tamiz. Murojaatchining xonadonida hech kim turmay, hozir hech kim chiqmayapti. Murojaatchining xonasi, murojaatchining uyi, yashash xonadoni asfaltlashgan ko'cha bo'lganligi sababli hech qanaqa texnika kirishga to'sqinlik qiladigan sharoitlar yo'q. Texnikalar o'z vaqtida xizmat ko'rsatyapti. Qo'shnilar, atrofdagi yon qo'shnilar chiqim to'lovlarini o'z vaqtida to'layapti. Murojaatchining vajlari o'z tasdig'ini topmaganini tasdiqlayman. Agar bir savol beraylikdan o'rtoqlar, hammaga salom. Olot tuman hokimligidamiz. Mana bu men yana haqiqat yo'llari kanali admin emas. Bilaman, telefon ishlatish mumkin emas, shuning uchun beriya chaqiring deb o'tibman-da, ichkariga kirmayman. Yo'q, telefon qo'yib ketilmaydi. Mana hudud rahbarini ham iloji bo'lsa chaqirib bering menga. Siz toza hududning rahbari kerak. Savol bermoqchiman shularga. Chiqadi. O'rtoq mana shu Olot tumanida shu respublika bo'ylab tashkil qilingan toza hudud degan bir tashkilot bor. Lekin mana shuni dastidan dod 2 yildan buyon mana shu tuman hokimligiga Nargiza Ne'matovani qabuliga kelyapman, mana shu tashkiloti dastidan dod deb. Chunki bizi ko'chada, mahallada bir necha oilalar bor. Xizmat ko'rsatilmaydigan oilalar, ya'ni o'sha xizmat mashinasi kirmaydigan ko'chalar ro'yxatiga dalolatnoma qilinib, xizmat ko'rsatilmaydigan xo'jaliklar ro'yxatiga kiritilib, dalolatnoma qilingan nima tomonidan, mahalla tomonidan. Lekin bu dalolatnomalarni bir tiyinga olmasdan, bu o'sha toza hudud degan nimani rahbari, tashkilot rahbari bir tiyinga olmasdan o'z bilganicha qarzdorlik chiqarib, sudga chiqarib, MIBga chiqarib, majburiy ijroga chiqarib, bu yerda prokuratura ham xabardor, tuman hokimligi ham hammasi xabardor, lekin bitta masalani yechadigan nima yo'q. Inson yo'q. Buni dastidan dod, mana shu toza hudud degan tashkiloti dastidan dod. Hozir menga ertalabdan 680 ming so'm mahallakom qarzdorlik olib bordi, 680 ming so'm. Bilmayman, umrimda agar shu toza hududga biron marta bir musur yoki bir nima topshirgan bo'lsam, tepada xudo bor. Lekin biz mahalla tomonidan dalolatnoma qilinganmiz o'tgan yili. Bu dalolatnomalar ro'yxatida bor. Lekin nima uchun rasmiy nimalar, dalolatnomalar, rasmiy hujjatlar inobatga olinmaydi? O'g'lim, Siz bo'lmagansiz. Men telefonda gaplashdim sizdan, to'g'rimi? Telefonda gaplashdim. Siz hozir murojaat qoldirgansiz. Texnika o'tishga hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Qo'shnilaringiz ham olib ketyapti. Oling, videoga oling, bemalol olish haq. Mana shoqranka ochishgada Jaloliddin aytdim. Ya bachchama Mana videoga Oling videoga, ana murojaatingiz bo'yicha keldim. Sizni ko'changizga texnika kirishga to'sqinlik qiladigan hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Qo'shnilaringiz hamma yoqlarga xizmat ko'rsatyapti texnika. To'lovlarni o'z vaqtida to'layapti. Siz chiqindilarni qayerga bartaraf qilasiz? Qayerga tashlayapsiz? Chiqindilarni men 1000 marta aytdim. Siz shundan o'tadigan mashinachingizdan nima deydi uni, shopirizdan so'rang. Biron marta shu xo'jalikdan musor oldingmi degan. Kunini yerma to'kib, to'katagi molxonama to'kib foydalanaman. Qattiq maishiy chiqindini bartaraf qilinadigan chiqindi bor. Bartaraf qilinmaydigan chiqindi bor. Qattiq chiqindingiz qanaqa bor? Mana ona chiqarib qo'yishdi-ku. Mana choynak yo'lay sindi deylik. O'sha yerda suyak deylik. Patinka eskirdi, mana patinka eskirdi. Patinka ham yoqami? Yo'q, yo'qmaydi, nopa. Bu tepada xudo bor, kirsuvmi tegiga yoqaman. Xo'p, yoqasiz. Tepada xudo bor. Yo'q, patinka yo'q bo'lmaydi. Shisha nima qilasiz, shisha bo'lagini? Menda shisha bo'lak yo'q. Qayerdan olaman? Choynak bo'lak, uyda choy qo'yishmaysizlarmi? Men choy yo'q, men ko'rsam sizlar yo'q, unaqa anchashi yerim yo'q menda. Ro'yxatdan chiqartirib yuring, dalolatnoma bor, olamiz shu joydan. Mahallaga boramiz, lekin dalolatnomasiz ro'yxatdan qanday chiqaradi? Sizni texnika xizmat ko'rsatmasa, sizni uyingizga kiradigan to'sqinlik bo'ladigan biron yo'l tupik bo'lsa, xizmat ko'rsatmasa edi, sizda aytganingizda dalolatnomaga asosan sizni
muzlatib qo'ysam bo'ladi, chekka olib qo'ysam bo'ladi. Mana qarang aka. Sizda Siz kirmaydigan ko'chalarni ham majburiy ijroga chiqaribsiz-ku, mana murojaat keladi qani sizga murojaatni sizga emas, murojaatni tashkilot rahbariga olib keladi. Tashkilot rahbariga emas, ular internetdan murojaat qilyaptilar. Tashkilot rahbariga olib kelgan, ular yechib beradi sizga. Ular prokuraturagacha borgan, majburiy ijrogacha borgan. Prokuraturaga borgan bo'lsa, qanday yechilmaydi? Yechilmaydi. Mana sizdan bormasdan turib aytyapsizki, yechilgan yo'q. Borganingiz yo'q, bordim deyapsiz. Men topa olmadim deyapsiz. Necha marta davlatnoma bo'ldi? Mana ular umuman siz mayli to'xtang, unisini musuram berganim yo'q o'zimdan. chiqindilarni opa, mana oddiy misol, mana shularni qayerga tashlayapsiz? Mana shu chiqindingizni qayerga tashlayapsiz? Mana u xondaga bor ko'maman aka, xondaga ko'maman. Bir kun ko'marsiz, 2 kun ko'marsiz. Chiqindini qayerga tashlayapsiz? Xondagim bor ko'maman. Ana yuring xondak ko'rsataman. Xondagimni ko'mib yopishim kerak. Mana bu yerda bir xondak bor, mana yaqinda ko'mdim buni. Musur bilan ko'maman. Tuproq qayerdan olaman? Ana bundan joyalantilar. Yaqinda ko'mib qo'ydim mana. Shunaqa musullarni tashlaydi. Birodar, tepada xudo bor, berganim yo'q musul. Chaqiring bera shofyoringizni, chaqiring. Shofir, nima uchun men hozir shofir boshqa hududda xizmat ko'rsatyapman? Bitta siz uchun olib kelishim kerak opa. Shofir kelgan kunida oldiga chiqasiz bu yoqqa. O'sha kungi shu yerdan chiqib olganini aytaman, uni so'rayman undan. Bu so'rayveraman. Hozir u boshqa hududda xizmat ko'rsatyapti. Qanday shuni chaqirib kelishim kerak? Bo'lsa kela bilmaydi. Lekin siz men bilan yuzma-yuz o'tib ana shu uy shu yerdan biron marta xolta oldingmi, musor oldingmi deb, aka yeman zotima qanday pul. Hali u ham to'xtangda, u kelgandan keyin bitta odam hisoblamaydi ular. Ikkita guruchning ahvolini ko'rganmisiz? Orqa yuklovchining ahvolini ko'rganmisiz? Yo'q, o'sha ikkalasining ahvolini ko'rganmisiz yuklovchini? Yo'q, o'shalarning uyini borib ko'rsat, uyi ham yo'q ularning. Uyi ham yo'q. Bittasi yo'q ham yotadi ular. Yo'q, aytyapsiz-ku, ular shu yukni olgani sizni yukingizni oladi. Hammani musulni olgani uchun ham olib yuradi, lekin sizlar ularni hisob qilmaysizlar. Hozir aytyapsiz-ku, biz ham kak musulchi deyapsizlar. Biz musulchi emas, biz tozalovchi, biz tozalab beramiz biz. Musulchi dedimmi men hozir? Yo'q, hozir aytyapsiz, chiqindini qanday yo'qotish mumkin? Bartaraf qilmaydigan chiqindi bor deyapman. Qayerga yo'qotasiz? Sen kamdan to'lovda qaysi holatga kiradi? Kommunal to'lov mana to'q to'laymiz, soliq Suv, to'laymiz. soliq. Suv ham to'layman mana. Suv, to'k, to'g'rimi? Hammasi. Nimaga agar bir kun suv kelmasa, bir kun to'k kelmasa, dunyoni buzasiz? Nima musul olmasa gapirmaysiz? Men nimaga yo'q narsamni To'xtang. Ana shu yo'li asfalt etmasa to'xtang. Mana bu yo'li asfalt etmasa hokimi borib boshida yong'oq chaqasiz. Lekin bu yo'li asfalt etgandan keyin mening texnikam bu yerda sanab kelmaydi, ommaviy keladi. Siz musul berasizmi, bermaysizmi, biz ham mashinaga xizmat ko'rsatadi. Mashinada o'taysiz. Yebi. Nimaga? Suvga talab etsangiz, to'kka talab etsangiz, yo'lga talab etsangiz, nimaga musulni chiqarib qo'yasiz bir chekkaga? Musul kerak emas deysiz. Savol sizga. Nimaga musul kerak emas deysiz? To'k kerak, suv kerak, yo'l kerak, gaz kerak. Nimaga musul kerak emas? Bizlar bir tashkilot. Nima deganingiz musul? Ham musulman a'zo bo'lmayman deysiz. A'zo bo'lmayman. Bo'lasiz. Chunki gaza bo'ldingizmi, suv bo'ldingizmi, to'ka bo'ldingizmi, musulman bo'lasiz. Majburiy nima yo'q hech qayerda ham. Qarang, u shartnoma siz bilan qilinmaydi. Vazirlar Mahkamasini 2019-yil 6-fevral 99 qarori bor. Ommaviy afiyot usulda shartnoma qilinadi. Bu siz bilan kelib qo'lma-qo'l bitta uy bilan qilinmagan. Nima atrof muhitni qilamiz o'tirganda siz hamma joy musul qilaman deysiz? Qayerda musul qilaman? To'lang musulni pulini topshiring musulni. Nima topshiraman musulni? Yer davlatinki. Yer hech qachon. Musulni qayerda topshiraman? Yo'q, musul yer davlatinki, Hamma top beribdi-ku musulni. Siz nima bera baqir chaqir qilmaysiz? Baqir chaqiramiz. Siz to'g'ri tushuntiradimiz, to'g'ri tushuntiradimiz. Biza to'g'ri tushuntiradimiz. Muammo bormi? Menda muammo dün o'zi Mana shu yerda yashaysiz, sizda muammo bormi? o'zi 5 kun bo'lamidi bu qaragan ekan, bir yildan. Yo'q, ko'changizda mashina kirishingizdan e'tirozing bormi? Haftaning 2-kunmi? Haftaning 4-kunmi? Hafta joy aynan o'tiraman, ko'raman, o'tirolmadim. Sizda muammo bormi? Ko'chaga pastlarniga o'tirmaslik. Kafolatmi? E'tiroz bo'lsa gaplashamiz. Yo'q. Hamma chiroyli. Muammosi bor. Tamam. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, tinchmisizlar? Ko'changizda mashina kirib chiqishdan noroziliklarimiz bor. Necha kundan keyin o'tiradi, haftada keyin o'tiradi. Pullarni to'layotibsizlar? Qanday muammo yo'q? Ammaladi.
Rahmat, sağ olun. Bana sana ben